bizni eshitib turgan tomoshabin aytadi, gapirish oson, o'tib bo'lgandek, mani holatimga tushsa boshqacha bo'lardi. Ya'ni siz aytayotgandek o'sha uyda o'zini ro'zg'or tashvishlari bilan band bo'lib o'tirganlar. Masalani hal qilmaguncha, yechmaguncha u masalani bizning hayotimizda chiqib ketmaydi. U masala bizning quvvatimizdan so'rib yotadi. Biz diqqatimizdan boshqa yoqqa olamiz, lekin u hal qilinmagan masala insonlarning hayotida hamma quvvatini so'rib yotadi. Xuddiki men tasavvur qiling, kompyuterda ishlaysizda, bitta okno ochuv, ikkinchi oknoni ochdingiz, uchinchisini ochdingiz, hech birini x qilib chiqib ketmadingiz. Qaysidir momentga kelganda nima bo'ladi? Kompyuter qotib qoladi. Xuddi shunaqa inson уже kallasi ham qotib qoladi. Mana pamyat ham yaxshi emas deydi hozirgi ayollar. Chunki o'ylaydigan o'ylovlari juda ham ko'pligidan himoya mexanizmi o'sha narsalarni eslamaslik uchun ham pamyatni o'chirib qo'yadi. Hal qilinmagan masalalar ko'p-ku. Bizgacha mas'uliyat olib aytganingizdek, qiyin emasmi do'stu? Mas'uliyat olib, ilm olib, masalani yechishdan ko'ra shikoyat qilib, mas'uliyatni olmaslik osonroq.